Assalomu alaykum Otabek boy. Qandoqsiz, yaxshimisiz? Ishlar zo'rmi? Ha, mashina olaman deb yotdingiz, obsta bir amallar. Allah nasip aka. Peshana terga oldingizmi? Halol qilg'a, ya bir kreditmi, ya bir o'g'illanmaganmi? Bu mabalda bir qoyil lekin yolg'ondan bo'lsa ham endi halol bo'lsin deb qo'yaylik. Apar. Bu mashinangizni ezilgan, egilgan, qirilgan, chizilgan joylari yo'qmi? Hamma joyi sovmi? O'g'rincha mashin emasmi bu ishqi? Hamma joyi zo'rmi? Qonuniymi bu? Yana bir 10 taga sotilgan emasmi? Bir minib ko'rsak bo'ladimi? Qoyil Otabek boy, mashina olishni ham bilasiz. Eng ro'zg'orbob dehqonni boshini olibsiz, halol bo'lsin. Ha, bizlarga ham bersin bundan zo'rlari. Ha, endi niyoz qildik, nasib qildi, mana oldik. Endi siz ham yetib, mayli sizga ham nasib qilsin. Ha, yaxshi zo'r ekan ichlari. Bu eski mashinalar Toshkentga kirgizmayapti ekanda, yana yili nechi buni? Yili 2024. Qoyil, nechi pul oldingiz buni? Narxi qancha ekan? Bormi bir 70-80 bu? Seveji deyapsiz? 7 ming oldim-da, 7 ming. Aniqmi? Ha. Buni yana sizga pardoz qilib sotmaganmi? Mashinani gapirsizlar? Shonchli deyapti-ku. Ha, mayli, buyursin. Bizlarga undan zo'rlari buyursin.